Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. O'tgan safar video qilgandim. Ya'ni har kuni kamida 10 ming qadam piyoda yuringlar deb aytgandim. Ana shu piyoda yurish paytida sizlarga qattiq tavsiya qilamanki, har bitta qadamingizga Allohga zikr aytib yuringlar. Bu juda muhim, juda zo'r foydasi bor. Qattiq tavsiya qilaman hammaga. Men o'zim ham endi yaqindan shu ishni boshladim. Masalan, har kuni 10 ming qadam yurish bu sizga asosan salomatligingiz ham yaxshi, anchagina masalan kayfiyatingizni ham ko'taradi, lekin behuda musiqalarni eshitmasdan ana shu Allohga zikr aytib yurish, ichingizda alhamdulillah deb har bitta qadamingizda yoki subhanalloh deb har bitta qadamingizga masalan bir kunda 10 ming aytasizmi yoki 8 ming qadam yurasizmi yoki 7 ming qadam yurasizmi, ishxonangizda yurasizmi yoki masalan uydan ishga borayotgan paytda Allohga zikr aytib yurasizmi, juda foydasi zo'r. Buni hammaga qattiq tavsiya qilaman. Keyingi tavsiyam shundan iboratki, masalan siz hayotga keldingiz, to'g'rimi? Hayotga keldingizmi, sizga maqsad bo'lish kerak. Siz hayotga nima uchun keldingiz? Ana shuni anglab yetishingiz kerak. Siz masalan qanaqa kasb egasi bo'lmoqchisiz yoki qaysi bizneslarni ochmoqchisiz? Qaysi biznes orqali masalan xalqimizga, insonlarga manfaati tegadigan biznes qilmoqchisiz? Masalan nima ish orqali yoki qaysi kasb orqali, qaysi biznes orqali siz insonlarga, xalqimizga foydangiz tegyapti? Ana shuni masalan niyat qilib, maqsad qilib, ana shu maqsadga strategiya orqali erishish juda muhim hisoblangan. Birinchisi shu. Endi keyingisi ilm olish. Ana shu masalan siz hayotga maqsad qo'ydingiz, to'g'rimi? Endi ana shu maqsad orqali borku, bu maqsadga endi ilm orqali boriladi-da. Hamma narsaning ilmi bor. Masalan siz kasbiy faoliyatda yoki biznesdami, ana shu biznes ilmini, masalan pulni ilmini, hamma narsani bilishingiz kerak ekan. Ana shu ilmni ko'proq kitob o'qishingiz kerak ekan. Ko'proq men sizlarga ana shu ilm olish bo'yicha bitta zo'r kitobni maslahat qilaman. Bu reklama emas bu o'zim o'qiganman. Pul psixologiyasi degan kitob. Bu asosan pulni borku, masalan 90% pul psixologiyaga bog'liq. Ya'ni 10% matematikaga, 90% esa emotsiya, ya'ni psixologiyaga bog'liq deb aytadi. Muallifi Morgan Housel. Juda bu kitob hammada bo'lishi kerak. Bu bilan birga Atom odatlar kitobi ham juda zo'r kitob ham. Atom odatlar asosan insonda yaxshi odatlarni shakllantirish va yomonlardan xalos bo'lishni o'rgatadi. Ikkalasi ham juda zo'r kitob. Bu asosan tejamkorlik, manmanlikka yo'l qo'ymaslik va kamtarlik haqida sizlarga asosan eskirma saboqlarini juda zo'r hikoyalar orqali asosan pul bo'yicha pul ilmini o'rgatadi. Keyingisi esa moliyaviy savodxonlik, ya'ni moliyaviy rivojlanish. Agar siz moliyaviy rivojlansangiz, siz asosan o'zingizning yaqinlaringizga yordam bera olasiz. Masalan, yaqin qarindoshlarga yordam bera olasiz. Ota-onaga yordam berasiz. Oilangizni ehtiyojlarini qondirasiz. Ana shu moliyaviy rivojlanish juda muhim ekan. Siz masalan biznesingizdan kelgan daromadmi, sizga shunday tushum bo'ldimi, daromad bo'ldimi, ana shu daromadni saqlab qolishni o'rganishingiz kerak. Ko'pchilik biznesmenlar pul qayerdan kelyapti, qayerdan ketyapti bilmaydi o'zi. Masalan, kirim chiqim degan narsa yo'q. Shuning uchun siz asosan ana shu moliyada siz masalan kasbiy faoliyatingizda ham yoki biznesingizda ham sizda daromad bo'ldimi, ana shu daromadning ma'lum bir qismini bir joyda saqlashingiz kerak ekan, saqlab qolishni o'rganish kerak ekan. Keyinchalik ana shu saqlab qolganingizni keyinchalik yaxshi joylarga investitsiya qilsangiz bo'ladi. Moliyaviy rivojlanish juda muhim. Ana shu moliyaviy rivojlanish hozir bu kitobda ham yozilgan. Inson behuda narsalarni sotib olmasligi kerak-da, faqat o'ziga zarurat narsalarni sotib olish kerak. Masalan, kommunal to'lovlar bu zarurat bu. Masalan, busiz biz yashashimiz anchagina qiyin bo'ladi. Bu elektr energiya, kommunal to'lovlar yoki ro'zg'or, lekin ro'zg'ordan tashqari tejamkorlik bilan behuda narsalarni sotib olmaslik kerak. Bu keyinchalik bora-bora anchagina samarasini beradi. Keyingisi esa jismoniy rivojlanish. Men hamma ota-onalarga maslahat beramanki, siz farzandingizni sportga qo'ying. Bu sambo bo'lsin, boksmi, farqi yo'q, boksmi, taekvondimi, farqi yo'q. Bu keyinchalik bu masalan musobaqalarga chiqadi. Keyinchalik bu o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Ko'pchilik biznesmenlar borku, masalan o'ziga bo'lgan ishonch bu juda muhim narsa bu. Agar siz ko'p narsani bilsangiz ham, ilmingiz ko'p bo'lsa ham, lekin o'zingizga bo'lgan ishonch past bo'lsa, siz zo'r biznesmen bo'lishingiz anchagina qiyin bo'ladi. Shuning uchun men hammaga tavsiya qilaman, o'zingiz sport bilan shug'ullaning. Agar farzandingiz bo'lsa, farzandingizni sportga qo'ying. Keyinchalik yana bitta muhim jihati shundaki, biz hayot shunaqada, masalan hayotda baland pastliklar bor. Ana shu yomon kunlar bor, yaxshi kunlar bor, lekin ana shu yomon kunlarda
farzandingiz o'zini yaxshi tutishi uchun ana shu sport bilan qo'ysangiz, u sizda u farzandingizda yaxshi xarakter, o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi, yaxshi xarakter, nima o'ziga bo'lgan o'ziga yarasha xarakterni anchagina yaxshi tomonga shakllantiradi. Bekordan-bekor jismoniy tarbiya demaydi. Jismoniy tarbiya bu jismimizni tarbiyalaymiz. Shuning uchun jismoniy tarbiya juda muhim ekan. Keyingisi atrof muhit. Atrof muhit ham juda zo'r bu. Asosan ana shu yuqoridagi hamma narsalarni qilsangiz, ilm olsangiz, moliyaviy savodxonlik ilm olsangiz, har kuni o'z ustingizda ishlasangiz, sport bilan shug'ullansangiz, hayotga to'g'ri maqsad qo'ysangiz, men nima uchun keldim deb nima qilsangiz vaqtni behuda sarflamaysiz, atrofni to'g'ri shakllantirasiz. Behuda odamlardan anchagina o'zingizni uzoqlashtirasiz va yaxshilar davrasida bo'lasiz. Yaxshilar davrasida bo'lish bu juda muhim bu. Bu juda muhim bu. Asosan bugungi nimamiz shundan iborat. Hammaga rahmat, bu videoni maksimal darajada tarqatinglar. Men endi to'g'risi boshqa blogerlarga o'xshab ularni men tanqid qilmayman, lekin shunaqa blogerlar bor. Bachkana video nima qiladi, lekin ana shu bachkana video borku, masalan Instagramdan ko'rasizlar o'zlaringiz, bachkana video yoki kulgili videolar prosmotri ko'p-da, lekin mana shunaqa videolarni prosmotri kam. Shuning uchun buni sizlar maksimal darajada boshqalarga ham tarqatinglar, like bosinglar. Bu like bosalaringiz bu anchagina menga foydasi ko'p, prosmotr ko'payib ketadi. Hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun, vaqtingizni ayaganingiz uchun hammaga rahmat.